Odamlarga yoqishni bitta yo'li ularni o'zini kerakli inson deb his qildirish, deb aytibdi Deyl Karnegi o'zini do'st orttirish kitobida. Bir kun Deyl Karnegi o'sha pochtaga boradi, pochtada qarasa o'sha bitta ishchi judayam g'amgin, har kuni bir xil ishni qilib o'tiradigan ishchiga o'xshaydi. Judayam shu xafa ishlab turgan bo'ladi. Keyin navbat yetganda oldiga boradi. Qaraydi, meni ham boshimda shunaqa choch bo'lsa deydi. Keyin u odam kulib yuboradi. Keyin o'shandan keyin yuzidagi tabassumni ko'rib odamlarga aytib bersa, odamlar aytadi, undan o'zi nima xohlamoqchi bo'luvdingiz, nima olmoqchi bo'luvdingiz desa, keyin jahli chiqib ketar ekanda. Nima xohlamoqchi bo'luvdim, nimadir xohlamoqchi bo'luvdim, lekin u shunchaki uni menga nimadir bera olmasligini bilib, shu ishni qilib, shu hissiyotni olmoqchi bo'lganman deganiga. Misol uchun, bu juda ham oddiy narsa, hamma ham biladi. Shu hamma o'zini muhim deb bilishni xohlaydi. Ya'ni siz ham, men ham, hamma o'zini odamlar tomonidan yaxshi ko'rilishni va e'tibor xohlaymiz. Va siz odamlarga shu narsani berish orqali ularga yoqishingiz mumkin. Ya'ni shu bitta gap bor. Odamlar sizga nima qilishini xohlasangiz, shuni siz ularga qiling degan. Misol uchun, siz odamlarga sizga mehr ko'rsatishni xohlasangiz, siz ularga mehr ko'rsating. Shu orqali odamlarga yoqishingiz mumkin. O'zim hikoyam aytadigan bo'lsam, men avval ingliz tilidan dars berganman 1-2 yil. Shunda shuni men уже davno bilganman, chunki bilsanglar, o'quvchilar orasida shunaqa ko'z yonib turadigan, harakatni qattiq qiladigan o'quvchilar bo'ladi va men o'shalarni yuqoriroq darajaga o'tkazishga, ya'ni yuqoriroq, tezroq ketadigan sinfga o'tkazishga o'shalar bilan rag'batlantirardim. Men bitta shunaqa o'quvchiga aytganman, shu teparoq darajadagi o'quvchilar qatoriga qo'shilishni xohlaysanmi? Yaxshi ketyapsan deb maqtasam, ko'zidagi quvonchini ko'rib, xursand bo'lib ketganman o'zim. O'zimga uchun hech nima kerak emas bu payt. Просто ko'zidagi quvonchini, nima desa bo'ladi, baxtini ko'rib, просто xursand bo'ldim. Ya'ni bu kitobda shu qismini bitta maqsadi shu odamlarga yoqmoqchi bo'lsangiz, ularni o'zini muhim deb his qildiring. Shu bitta bobni prinsiplarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi odamlarga qiziqish bildirish, ikkinchisi jilmayish, uchinchisi odamlarning ismini eslab qolish, to'rtinchisi yaxshi tinglovchi bo'lish, beshinchisi odamlarni qiziqishidan kelib gaplashish va oxirgisi hozir gaplashayotganimiz boshqa odamlarni o'zini muhim deb bildirish. Shu 6 narsani bajarsangiz, odamlar sizni birpasda yaxshi ko'rib qoladi va siz ular orasida hurmat qozonasiz. Keyingi video qanaqa bo'lishini tez orada bilib olamiz.